qaysidir mahsulotni video qo'ymasam, sразу chiqarmayapsizlarmi, yo'qmi deysizlar-yu. O'shaning uchun mana sразу xolodesni ham ko'rsatib o'tib ketdik. Xolodesni bitta sirini ochaman sizlarga. Qaranglar, agar xolodesga jelatin qo'shilgan bo'lsa, mana bu go'shtlari bor-ku, masalliqlari, hammasi polni hamma joyda bir xil teppa-teng qotgan bo'ladi. Jelatin qo'shilmagan bo'lsa, mana ko'rib turganinglardek masalliqlari tagiga cho'kadi, suvi ustiga alohida chiqib qotadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu bilan nima demoqchiman? Bizning xolodesimiz домашний, чистый, без химикат. O'zini xohishi bilan qaynab qotadi. Bez jelatin. Mana shu hozir 350 gram summasi 20 mingdan pachkasi. Bu yoqda maxsus mana boya ko'rsatib o'tgan grilllarimiz uchun souslar. Qo'yuqqina souslar. Hammasini o'zimiz как положено tayyorlaymiz. Hammasi как всегда свежий bo'ladi. Bundan tashqari o'rik sharbati, go'jalar mana qishin yozin ketib uzilmaydi. Ko'ryapsizlar? Limonad. Shamollab, gripp bo'lib yurganlar uchun zo'r narsa. Hammalarni kutib qolamiz. Arancha nomer 1ga marhamat.